Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun mana 13-mart. Anchadan beri video olmadik. Bugun qaror qildik video olishga. 1 yasharlik shaftoli kesishni o'rganamiz. Hozir qanday to'g'ri shakl berishni o'rganamiz. Diqqat bilan kuzatib turinglar. Mana o'rtoqlar, o'tgan yili ekilgan, mana shu. Mana 40 santimetrdan kesilgan. Tepadan umuman shox chiqmagan mana. Baquvvat ko'chat bo'lgan. Baribir shox chiqmadi. Keyin mana tagidan bitta urib chiqdi. Mana shu yerdan bitta urib chiqdi. Buni mana ipga boylab qo'yganmiz. Agar buni boylamaganimizda bunaqasiga qarab yonga o'sgan bo'lardi. Buni to'g'ri shakl berish uchun mana ipga boylab qo'yganmiz. 1 yil turdi. Mana o'sib chiqdi. Keyin may oyida mayerdan uchidan uzganman mana. Pashti 40-45 atrofida. Mana bu bilan pashti to'g'ri turibdi. 45 atrofida. Endi nima qilamiz? Mana 2-yilda turibmiz. Mana 1 yasharlik bo'ldi. Endi 2-yoshiga o'tyapti. Birinchi bo'lib pastdagi shoxlarni kesib tashlaymiz. Mana keraksiz bular mayda. Bularda ham meva bor. Agar mevasini qoldiradigan bo'lsak, bular kelajakda katta yukni ko'tara olmasdan egilib ketadi bular. Bulardan hammasidan hozir voz kechamiz. Mana ketdi bittasi, bu yoqda ham bor mana. Ikkinchisi bu ham ketdi mana. Bu tomonda ham bor mana. 35-40 atrofidagi shoxlarni hammasini mana tozalab tashladik. Endi mana shoxlagan joyimizga kelamiz mana. Mayda kesganimizdan keyin 3 ta shox chiqdi. Bittasi baquvvatroq, ikkitasi bir-biriga bir xil. Bularga endi mana ikkitadan kurtak qo'yib kesamiz mana. Sal nozikroqlariga. Mana ketdi. Mana ikkita kurtagi bor. Orqa tomondagisi mana. Bunda ham ikkita kurtagi bor. Endi buni sal baquvvatroq, bunga 3 ta kurtak qo'yamiz. Bu yilgi qiladigan ishimiz tugadi o'rtoqlar. Mana shu holatda mana kesamiz endi bularni. Bundan 2 ta shox chiqadi. Bundan 2 ta, bundan 3 ta chiqadi. Shunda shaftollarning o'sishida balans bo'ladi. May oyida kelib turib, yana mana shu o'rtadan yana bir marta kesamiz, xudo xolasa mana shu yerdan. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Kanalni kuzatishda davom etinglar.